Assalomu alaykum qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi akalar, toza arashan zotli qo'zi, qo'chqor sovliq ishqibozlar. Akalar, navbatdagi qo'zlarimiz yetib kelgan. Xudo xolasa bugun hafta kuniga dushanba 28-aprel qo'zlarimiz yetib keldi akalar. Xudo xolasa videoni boshlaymiz. Qo'zlarimiz yosh oyliklari 3 oylik plus-minus atrofida yedishlar, behijolat akalar, aloqachi qo'raslar. Go'zallardan kelgan. Tuz. Hammasi 3-4 talasi ham tikkadimmi, yormadimmi, go'zallardan. Xudo xolasa olib, zotini ko'paytiraman degan akalarga tavsiya qilaman. Mana shu o'zi 3 tasi urg'ochi. Eng orqadagisi erkak. Qolgan 3 tasi urg'ochi akalar. Shunday olib, xudo xolasa o'zingizdan qo'l bola bo'lib chiqadigan go'zallar. Yoshligidan o'zingiz tarbiyalab boraverasiz inshaalloh. Bularda akalar videoni ortiq cho'zmayman. Bo'ladigan joyi narxida albatta. Narxi akalar qo'chqori sovliq bir joyga 4 talasini 2,5 million so'mdan 10 million so'mga dastlabki xizmatchisiga yetkazib beraman. Qo'zlar yosh va xolos chiroyli qilib hashakka bemalol kirgan akalar. O'ylanmasdan shunday aloqa chiqasizlar. Dastlabki xizmatni yetkazib beramiz. Va xolasa go'zal bo'lib chiqadi qo'llaringizdan. Aloqa chiqaverasizlar akalar inshaalloh qo'zini go'zal quloqlarini qarang. Jonivorlar.